Salom hammaga, sizlar bilan Teddy PUBG. Xo'sh, bu videoda nima qilamiz? Bu videoda biz hozir endi koreyskiy PUBG'ni sketch qilamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Xo'p, birinchi o'rinda bizlar koreyskiy PUBG'ni sketch qilishimiz uchun Google'ga kirib, bizlar Epic Pour degan ilovani tortib olamiz. Xo'p, qidirish beramiz va sayt ichiga kirib olamiz. Xo'p, sayt ichiga kirgandan keyin mana Intel degan tugma chiqdi. Shu bilan tortib olamiz bu ilovani ham. Mana xo'p, ustiga bir marta bosib download tugmasini bir marta bosamiz va bizga yana bitta oyna ochilishi kerak. Mana baribir yuklab olishni bosamiz. Va tafsilotlarni bosamiz va bu yerda oz tortyapti. Xo'p, tortib bo'lguncha videoni biroz pauza qilib turaman. Xo'p, mana to'liq o'tdi. Endi bu ilovani ustiga bir marta bosib, o'rnatib telefonimizni o'rnatib olamiz. O'rnatishni bosamiz. Biroz kutamiz. Va hozir o'rnatilib bo'ldi. Endi OK deb bosamiz va yana Google'dan option chiqib ketamiz. Xo'p. Epic Pourga kirgandan keyin qidirishga boramiz. Keyin qidirishdan bizlar hozir qidirish tugmasini tepadan bosamiz va PUBG Korean deb yozamiz. Xo'p, qidirish tugmasini endi bosganimizdan keyin birinchilardan PUBG ning Koreya versiyasi chiqib keladi. Taxminan 1.5 GB bo'ladi. Keyin tortib olgandan keyin ishlari oz ko'p chiqamiz. Hozir internetda muammo bo'lyapti. Mana chiqdi, mana 1.7 GB ekan. Xo'p, ustiga bir marta bosib buni tortib olamiz. Mana qizil strekalar ko'rsatib qo'ydim. Bir marta bosib bo'ladi. Endi keyin ishimiz formatga kirib Quark VPN deb qidiramiz. Quark VPN video tagidek. Xo'p, mana birinchilardan olib chiqdi. CVD Quark VPN. Shuni ham tortib olamiz. Keyin eslatma, bu VPN atiga 1 soat uchun ishlaydi. Undan keyin 1 soatdan keyin pullik qoladi, pul to'lab ishlatishga to'g'ri keladi. Agar bu ilovalar topolmayotgan bo'lsangiz, bemalol men o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Telegram kanalim kommentariyaga kirsangiz, bemalol silka orqali kirib olib, mana shu Epic Pourni ham, mana shu VPNni ham tortib olishingiz mumkin oson usulda. Xo'p. Bu yerda biz albatta Koreya regionini tanlaymiz. Ya'ni birinchida turgan South Korea 13 deb bosamiz. OK deb bosamiz. Bu yerda hozir bo'ldi. Endigi qiladigan ishingiz buni o'chirish uchun ustiga bir marta bosib o'chiradi. Endi qiladigan ishingiz mana shu bilan mana shu VPNni qo'shib PUBG ga kirasiz, koreyskiy PUBG ga va keyin globalda nima qiladigan bo'lsangiz, koreyskiy PUBG da xuddi shuni qilasiz. Ortiqcha narsalar yo'q. Global masalan PUBG ga kirganingizdan keyin 1-2 gigabayt oladi sizdan babram. Keyin tortib bo'lgandan keyin Google orqali kirasiz. Video tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Siz bilan Teddy PUBG bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Yangi bo'lsangiz Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. 1000 ta obunachidan keyin har xil konkurslar yoki eslik lobbilar qilib beraman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Teddy bo'ldi.